Salom, men sizlarga hozir Redmi telefonlarda ajoyib funksiyani ko'rsataman. Avvalom sozlamalarga kirib olamiz. Sozlamalardan display degan bo'ynagan displeyni topib olamiz. Keyin nazorat qilish markazi va holat qatorini bosamiz. Bu yoqdan bog'lanish tezligini ko'rsatish. Bu internet qancha ishlayotganini ko'rsatish degani. Keyin batareyani ko'rsatkichi. Mana o'zingizdan xohlagan bo'ynagingizni tanlab olasiz. Masalan, oddiy telefon yo iPhone'dagiday xohlaganingizni. Mana shu ilovalarni yoqib qo'ying. Mana meniki hozir zaryadi kam edi. Hozir masalan internetni yoqaman, mana qancha ishlayotganini ko'rsatadi. Xayr do'stlar.